Assalomu alaykum. Hajjoningdan. Hajjoningdan. Qorasuv shahrida pechkamiz. Qo'yamiz, bismillah deb internetni chiqamiz. Bunga olib ketamiz. Mana qilib gullarni otib, yo'li qilib beramiz mana. Mana bunga tortma bo'ladi, kul oladigan. Bir yashik qilib, karobka qilib urib olib turib, mana shotkasini qo'yib turib, mana duxovkasini qo'yadigan jarayoniga keldi. Butun mayet bilan maydan tushib turib, mana devolchadan chiqib ketadi. Bu bola sveji, yangi peregon. Pribaltikadan kelgan shogird. Ey. Bunlar acı güller ana. Çime güller. Mana pechkamizdan bitib qoldi, xudo xolasa mana. O'tni yoqdik. Mana o tepasidagi 2,5 qatori suv olib ketadi, qolgani shu bo'yicha qoladi. Mana 3 ta kanallik mayda dimovoy yashigi bor. Kichkina duxovka, tortma, kul oladigan, o't yoqadigan joy. O't yonyapti mana. Mana qurib, loylaridan par chiqyapti. Orqa tarafini ko'rsataman hozir. Mana bu tomonda orqa tarafi pechkani. Mana bitta, ikkita, uchta chestnoy eshigi tozalaydigan şey. Mana duxovkadan non pishirsa ham bo'laveradi. Mana kichkinasi mana tepada ellisti, bu yoq suv olib ketadi. Sizcha vaqt kamroq bo'lganligi uchun to'liq videosini ishlarni qanday qilib qilayotganimizni ko'rsata olmay qoldik. Inshaalloh keyingi ishlarda vaqtga qarab inshaalloh chiqarishga harakat qilamiz.